Assalomu alaykum, janob hokim. Mana больницада yotibman. Mana shuni qilishim kerak. Mana ular vaqtida pul tashlamayapti menga. Ishonmayapsizmi? Mana xalab shu ahvol mana. Shu ishxonaga borsang, pul tashladik plastikka, faqat jana shu o'zi gapini tiqishni boshlayapti bu. Hal qilmayapti janob hokim. Nima qilaylik yana? Biz yana o'zi ariza yana yozishimiz to'g'ri kelyapti. Boshqa variantimiz yo'q o'zi. Assalomu alaykum. 21-avgustda meni otim Tohirbek. Bugun voqea 21-avgustda mana mashina shu qo'limni qisib oldi. Mana o'zi 1 yil o'tib ketdi, birontasi menga yordam bermadi, kapitatsiya qilmadi, больницаga joylashtirmadi. 8 million o'zimning pulim ketdi, men hozir joyim ham yo'q. Shu avgustda paytda bo'lgan narsa voqea, soat 12da 00 bo'lgan narsa, hech kim menga qaraganim yo'q. Kvartirada arenda yashaydigan joyim bor edi. Ular mana shu pulingni to'lamiz dedi, shu kvartiraga ular qaramadi, meni shu ko'chaga tashlab ketdi bular. Mana shu barmoq bilan hozir men moykada ishlayapman, hozir sovuqda, hozir mendan hozir sharoitim ham yo'q, qayerda yotishim, faqat hozir ko'chada yotibman. Hozir nima qilishni bilmayman. Nima qilish kerak? Ular meni tomonimda ishxonada hech kim qaramayapti. Hamma o'zi bilan ovor bo'lib ketdi. Toshkentga bordim, yordam so'radim, hech kim qaramayapti. Shu bolani tashib ketdi, bo'ldi shu bilan sizga yordam beramiz dedi, Toshkentdan ham hal qilamiz dedi, aytmadi, даже hech kim indamadi, hal qilamiz dedi. Shu bilan bo'ldi, jim bo'lib qoldi. Bir oy o'tib ketdi. Angliyada ham shunaqa bo'ldi. Keldi, yordam beramiz dedi. Bu ham bir oy o'tib ketdi, hech kim birontasi menga yordam bermadi. Haqla o'zi bu fikringizni o'zlaringiz beringlar, iltimoslardan so'rayman. Дорогие друзья, вот я вот здесь сплю, вот. У меня места нету, вот.